O'tir mana nima ish qilishingni gapir mana edi. Ma'qul edi. U mana qo'li to'maladi bodaqa choladi xon. Va kim bor? Yaqinlar ekan. Yo'q, alaykum assalom o'g'lim. Bu kattalardan birov bormi? Chaqiringchi. Neden chaqirishdi? Nimaga? Nima deysiz? Assalomu alaykum, horma. Salomat bo'ling, yaxshimisiz? Shuyda bir gul bor ekan. Bizda bir sayronlikdan bulbul bo'ldi. Shu hovlingizga kirib bir sayratmaymizmi, nima deysiz? Ha, bo'ldi. Qani bir qani Yurinachi? Keling. Mana non. Non nimaga? Robotni qizingizga beradigan bo'lsangiz, non sindiramiz-da. O'g'lim, mana shu nonni olib kirib qo'ying chiqaring. Ha, o'tam bolam. Ha, shu orqaga o'tasizlar-da, qancha sayratsangiz sayrataverasizlar. Ya? Biz sovchilikka keldik do'stim. Yo'q-a? Ha? Qani yuringchi bo'lmasa? Ya, mana tushundim endi bu. qani. O'ting. Qani. Kiringchi. O'g'lim qara. Keling. Kiring. Xo'sh, bular kuyov bolaning otalari. Mana bular bo'lsa kuyov bolaning o'zlari. Kuyov bola nima ish qiladi? Xo'p, kuyov bolami? Kuyov bola endi bir shunaqa bir chiroyli ishda ishlarliki, shunaqa bir zo'r yog'li ishda ishlarliki, chevarlarda endi. Nima deysiz? O'tirmani. Endi hayajon bosadi. Bu erkani ishi bu. Chevarchilik. Ana deysiz. Ha, kuyov bola qancha oila olasiz? Xudo xolasa bir 5-6 million chiqib qoladi oyiga. Oğlum. Opam pampasga metmasagan. Hariyam shunaqa qilib qo'yadimi qizingiz hali? Ha, yo'q, u yoshligida edi. Naybi bor ekanmi? Qizlarning endi u aybga kirmaydi, tog'a. Ayb deganda haligi bor-ku, ani qiz rosa chiroyli bo'lsa, anu pishiriq buydirdan xabari bo'lsa, meditsinadan xabari bo'lib bir kor qilsa, ana bu endi aybda. Ha, bu ayb bo'lsin.